Hammalardan assalomu alaykum. Biz Singapurdagi o'zbek talabalarni yashayotgan joydan, xonadonlardan bugun Singapur bo'ylab sayohat qilamiz. Pul tashlaymanga men bilet olib ketaman deganman-da. Keyin o'zing talagan davlat qolasang ham qolasan, xohlasang ham shu yerda qolasan deyishganda. Hozir mana shu yerda biz turgan joyda ham kamera bor-da. Bu grantda o'qiydilar, $200,000 scholarship yutganlar, grant yutganlar, endi umuman to'liq qoplab beriladi. Mana bu joyni ko'rsatib qo'yay, mana shu joyda bolalar turishadi. Bu yotoqxona bo'yicha ham, turar joy bo'yicha ham alohida video tayyorlaymiz, xudo xolasa. Talabalarning yashaydigan joyi juda ham yoqdi. Zo'r joyda turishar ekan. Metrogacha qancha masofa? 3 minutda metrogacha. Shunda nechta ostanovka bor o'qishgacha? O'qishgacha 5 tamidi. 5-si uje o'qishda bo'ladi. O'qishgacha 5-chi stansiya uje o'qishniki. Yotoqxonadan chiqib universitetga borguncha bir 15 daqiqa ketadimi? Shunaqa. Yo'q, 15 daqiqa. 20 minut ketadi. Zo'r. Singapurliklar Mercedes yaxshi ko'rishadimi deyman. O'zi juda ko'p mashina brendlariga ko'zim tushmadi. Asosan sanoqli 10 tacha ekan. Lekin eng yaxshilari Toyota shunaqa mashinalar. Toyota'lar bu рабочий mashina ekanda. Ha? Mana biza o'sha 3 daqiqa o'tmadi. Metroga keldik. Metroning ichki qismi Fireprice. Bu Singapur havas marketimi? Yo'q, mashhur marketlardan biri. Bu bizda kartinka ekan. Da. Shunaqa ekan. Hali biz metrogacha tushmadik. Endi biz keldik metroga. Metroga sizlarning o'zingizda kartalar bor, to'g'rimi? Qani? Qanaqa bo'ladi u karta? Apple Pay. O'zingizda. Qani? Shunaqa karta. Menda esa bunaqa karta. Mana bizning poyezdimiz keldi. Endi ichkaridagilarni kutib turamizmi, unda chiqib olamiz? Yo'q, o'zi mana qilib qo'yilgan-ku. Qizilda biz kutamiz, yashildan demak, demak biz bu yoqda qizilda kutib turamiz. Ketdik. Go. Bunaqani vagonlari ancha keng ekan. Ancha keng. O'rtada bemalol uncha odam joylashadi ekan. Oho, bu juda uzun ekan lekin bir 7-8 ta manimcha vagoni bor-ku. Yo'q. 12 tami shu. 12 ta vagon bor. Bundan ko'p bo'lishi kerak. Bizda Toshkentnikida nechta 4 ta bo'ladi-da vagoni bo'lsa. Jamuna uzun bo'lmaydi. Bu lekin oxiri ko'rinmayapti-da hozir buni. Zo'r salqin, konditsioner ishlayapti. Hech qanaqa muammo yo'q. O'zi Singapur issiq davlat, lekin men issiqligini uncha sezmadim. Nimaga? Kvartiraga kirsangiz ham salqin, universitetga borsangiz ham salqin, avtobusga chiqsangiz ham salqin, metroga tushsangiz ham salqin. Metro stansiyalari ham salqin. Hammasida konditsioner ishlaydi chunki. Shunaqa? Yopiq joylarni ko'p o'zi konditsioner bor-da. O'zi ko'pchilik katta joylar ham yopilgan ekan, o'sha issiqni bildirmaslik uchun bo'lsa kerak. Ko'p odamlar bo'ladigan joyda ham kecha ham bir ikkita joylarga bordik. Konditsioner ishlayapti. Uncha joyda sovutish bilmadim, juda katta sarf xarajat talab qiladi. Singapur boy davlat. O'zini xalqi uchun qilib qo'yganda sharoit. Hamma narsa xalq uchun. Xalq uchun. Singapur metrosi nisbatan shovqini pastroq olgan, chunki o'sha oynalar yopilgan, konditsioner ishlayotgan hisobiga. Biz universitetda metro stansiyasi bekatiga keldik. Bu sizlarni turar joylardan chiqqandan keyin 4-bekat, 3-bekat. 4ta yo'llarda. 4-bekat. Zo'r. Va biz dasha Marina Bayga qarab ketamiz. Biz Marina Bayga yetib keldik. Raffles Place bekatida tushdik. Biz ko'ramiz qayerdan chiqamiz endi. Voy, bu kichik New York ekan bu. Hozir мороженое ko'ramiz. Мороженisi $2 ekan. Singapurskiy dollarda $2. Vaflining ichiga qo'yib berishadi, как sendvichga o'xshab.
Marojnini o'sha pechenyeni orasiga qo'yib berar ekan. Televizorlarda chiqsa, yeb ko'rib turib, qiladi. Ha, shunaqa bo'larmikin, yo'qmi? Bismillah. Zo'r ekan. Mana bu nimasi bilan, pirojnisi bilan zo'r ketar ekanda, ustigisi bilan, noni bilan. Noni bilan. Pankega o'xshaydi. Panke degan marojni bor o'zimizda ham. Shunaqa. Singapur moliyaviy markaz hisoblanadi. Dunyoning eng kuchli moliyaviy markazlaridan bittasi hisoblanadi. Juda kuchli banklarni nimalar joylashgan bu yoqda. Banklar joylashgan, dunyoning eng kuchli banklari joylashgan. Pulni rosa dunyoga investitsiya qiladigan, pulni beradigan banklar aynan Singapurda joylashgan. Shuning uchun mana atrofdagi juda ko'p nimalar banklar hammasi. O'zimizda darvozalar keladi-yu, mahallalarga, bozorlar oldiga. Mana bu yoqda ham darvozmi, masxarozlarmi shunaqa kelish hozir ko'ramiz. Mana shaxmat doskasini qarang. Ladies and gentlemen, a big applause. Ajoyib qo'shgan-a? Ladies and gentlemen, boys and girls, can we once again give them a big round of applause and cheer for Circus in Motion? I think collectively everyone's hearts going really fast. Do'stlar, biz va nihoyat Singapurni eng mashhur joylaridan biri Marina Bayga keldik. Ro'parada ko'rib turgan esa Marina Bay Sands mehmonxonasi. Bu mehmonxona haqida ham qisqachagina ma'lumot berib ketamiz, Ahmadjon. Qo'ldan kelgancha. Zo'r. Bu mehmonxona tasavvur qilishingiz uchun aytaman, Burj Khalifa, Dubaydagi Burj Khalifa mehmonxonasidan 3-4 barobar qimmatga qurilgan. Burj Khalifani umumiy qurilish narxi 1,5 milliard, 1,5 milliard dollar bo'ladigan bo'lsa, bu 5 milliard atrofida. Ha, 5 milliard dollar, ya'ni 8 milliard Singapur dollarida atrofida qurilgan. Juda ham qimmat bino. Binoni balandligi taxminan 200 metr. Ya'ni aynan o'sha tepasidagi basseyn joylashgan nuqta yer sathidan 200 metr balandlikda. Uzunligi 300 metr. Mana shu ko'rib turganingiz ancha binodan chiqib turgan joyini o'zi ham 66-70 metrga yaqinroq uzunlikda chiqib ketgan. Tasavvur qiling, 66 metr havoda turibdi, oldinga chiqib ketgan. Bunaqa mehmonxonalarda o'zim Singapur mehmonxonalarida ishlab ko'rgansiz, ha? Buni narxi, ya'ni Marina Bay Suite, Marina Bay Sandsdagi nomerlar narxi taxminan qancha turadi? Oddiy xonalar 700 dollardan boshlanadi. Bir kechasi. Bir kechasiga u yog'i 10 ming dollargacha ketadi. 10 ming dollar уже mana bunaqa prezidentskiy luxury roomlar, shunaqa xonalar уже 10 ming dollargacha tasavvur qilyapsiz. Bir kun uxlab maza qilib turasiz, 10 ming dollar ketdi. Shunaqa. Endi bunaqa joyga arziydi deb o'ylayman. Chunki 200 metr balandlikda basseyn qurish shunaqa. Uncha-munchada qurgan uyimizdan bir kun yomg'ir yog'sa, chakka o'tib ketib qoladi, lekin shu tepada 200 metrga basseyn qurgan. 200 metr qurilgan. Yana bir o'qigan ma'lumotlarimda shunaqa ediki, qurilish jarayonida har 4 kunda bitta qavat qurgan ekan. Juda tezlik bilan qurilgan ekan bu. Va 1 yillik foydasini o'zi bunga ketgan summani qoplab qo'yar ekan. Ya'ni 1 yilda bu уже 5,5 milliard atrofida foyda keltirar ekan. Toza foyda keltiradi Singapurga. Tasavvur qilyapsizmi? Buni nimaga aytamiz biz? Singapurda ta'lim kuchi, texnologiyalar kuchli rivojlanganligi uchun shunaqa dunyoga mashhur bo'lib ketgan mo'jizaviy binolar, inshootlar, mana bunaqa aql bovar qilmas yoki ko'rganda ko'zingiz quvnaydigan chiroyli qurilishlarni qila oladi. Qachonki o'sha davlatda ilmli odamlar ko'p bo'lsa-da. Shunaqa. Shuning uchun ham Singapur o'zingiz ham bilasiz, ilmga e'tiborni juda ko'p qaratadi. Ta'lim tizimi Singapurda mana o'zimizda ham hozir o'sha narsaga e'tibor qilishyapti. Najot ta'limda. Davlatni, xalqni farovonligini oshiradigan narsa bu ilm, ta'lim. Singapur buni allaqachonlar tushunib bo'lgan va juda katta investitsiya kiritadi ta'lim tizimiga. Sizlar bilan birga yashaydigan Jamol degan yigit.
Singapur bo'yicha ikkinchi o'ringa turadi. Singapurdagi SMU, Singapore Management University. Shunda full grantda o'qiydilar, $200,000 scholarship yutganlar, grant yutganlar, ya'ni umuman to'liq qoplab beriladi. Bu bola universitet tamomlagandan keyin Singapurda qolib ishlash kerak. Majburan ishlaydi, ya'ni ishchi tayyor. O'sha universitet olayotganda, deylik, Jamolni kelajakda ish xonasini tayyor qilib qo'yganda, o'sha bitta kadr bor 4 yildan keyin o'sha joyga. Shunaqa Singapurda ajoyib. Singapur juda ham sokin. Davlat sokin shahar. Dunyoda yana shunaqa davlat shahar bormi yo'qmi bilmayman, lekin Singapur ham davlat, ham shahar, ham poytaxt. Poytaxt, ha. Bunaqasini boshqa bo'lmasa kerak, balki bordir yana bir ikkita. Bu nuqtada, ya'ni Marina Bayda juda ko'p ajoyib binolar bor. Mana shu gulga o'xshab qurilgan binoni ichi bu muzey. Ko'rinyaptimi? Buni yonida o'sha sharsimon bino to'liq oynadan qilingan. Bu Apple Store. Apple Store. Apple'ni o'zini nimasi? Apple magazini. Bunga ham bora olamiz hali. Ha, boramiz aylanib. Apple Store, buni oldidan ham hozir bitta borib ko'ramiz. Rost ajoyib. Vo, mana bu bitni qarangiz. Zo'r. Hozir Singapurga kelganing qancha bo'ldi? 3-yil ketyapti. 3 yildanmi Singapurdasan? Singapurga kelishdan avval boshqa davlatlar varianti ham bo'lgan? Yevropa bo'lgan. Asosan Yevropa bo'lgan, shunaqa. Keyin sizlar bilan bog'langandan keyin bir ikkita variantlar bergansizlar. Adashmasam shu Germaniyamida o'sha payt Singapur bor edi, yana qaysidir davlat bor edi. Singapur qanaqadir yangidek tuyulgan menga. Shu nima deydi, experience qilib ko'rmoqchi bo'lganman. Keyin shuning uchun Singapurga kelganman. Hikmatjon o'zimni ukamdek bo'lib ketgan, o'shaning uchun sanla muomala qilaman. Birinchi avval kelganlarida o'sha oilari bilan kelib, to'liq umumiy holatni, hamma narsani gaplashganmiz va Singapur maslahat berganmiz. Hikmatjon, mana agar o'sha qaytish imkoniyati bo'lsa-da, mana lentani orqaga qaytarsak-da, o'sha 3 yil orqaga qaytarsak, yana shu qaror qilgan bo'larmiding? Qilgan bo'lardim. Singapur nimasi yoqadi? Qanday desam bo'ladi? Bu yerda tartib yoqadi menga misol. Tartib bor-da bu yerda. Misol hamma joyda. Qayerga borsangiz, misol metroga kirdik hozir, to'g'rimi? Birinchi odamlar chiqdi, keyin biz kirdik. O'sha narsa yoqadi menga. Hamma narsa biz endi ko'p yashab qolib ketdi-yu. Shu smooth ketadi, bir xil ketadi hamma narsa. Xuddi plan qilingandek ketadi. Shu tartibi yoqadi menga asosan. Zamonaviyligi yoqadi menga. Zo'r. Mana o'sha boshida ishingdan o'tganmi? Shu o'zim nima qilyapman? Hozir borsam qanaqa bo'lib eplab keta olamanmi, yo'qmi deydigan xavotirlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. U adashmasam hammada bo'ladi. Narsa. Sirazi kelib. Qanaqa bo'lgan mana kelganda birinchi hissiyot nima bo'lgan? Eslay olasanmi? 3 yil oldin orqaga qaytyapmiz hozir. Birinchi hissiyot Malayziyaga birinchi qo'yganmiz. Issiq. Uje O'zbekistondan yiroqdamiz. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Keyin nima bo'lar ekan degan narsa bo'lgan. Qanday ma'noda? Yaxshi o'qib keta olamanmi, ish topib keta olamanmi? Shunaqa o'y-xayollar bo'lgan. Singapurgacha avtobusda kelganmiz. Avtobusdan o'ylab kelganmiz. Sherik bilan bo'lganmiz. Nima qilamiz, nima bo'ladi? Shunaqa narsalarni o'ylab kelganmiz. Kelgandan keyin uydagilardan pul olish bu qanaqa bo'ldi? Yoki ishlash qanchalik qiyinchiliklar, qanaqa qiyinchiliklarga uchragansan? Kelgandan keyin sirazu ishga chiqmaganmiz. Ishga dastavkaga chiqqanmiz. Dastavkani ham oilaga bir oyda 40 kunda berilardi. Shunga uydagilardan bir oyda 40 soatmi shunda? Yo'q. 40 kunda beriladi. Misol, birinchida ishga kirdingiz, kelasi oy 10-larda yo 1-larda oyligingiz beradi. Uydagilarni unaqa qiyin holatga qo'yib qo'ymading. Harakat qildim qiyin holatga qo'ymaslikka. Endi boshida lekin olganman, to'g'risini aytaman. Poddershka, baribir uydan poddershka oladi любой odam. Ko'p kishi shunday qiladi deb o'ylayman. Endi ba'zilar qilmaydi. Misol men endi boshida so'raganman.
asosan uy pulim bor. Kvartiraga to'laganman. Yeb ichishga mana shu ishlaganim nima? Kelgandan keyin bo'ldi ketdimi deydigan holatlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. 2 oydan keyin uydagilarga telefon qilganman. Aha. Pul tashlayman, men bilet olib ketaman deganman-da. Keyin uydagilar nimaga deysan, shunaqa yoqmayapti deganman. Aha. Keyin o'zing tanlagan davlat, xohlasang ham qolasan, xohlasang ham shu yerda qolasan deyishganda. Keyin shu gapdan keyin mana qoldimda 2 yildan ko'pdan beri mana shu gapni orqasida yuribman. Bunaqa gapni juda ko'p eshitganmiz. Bir Xitoyga ketgan qizimizda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Ular ham borganlaridan keyin bir oydan keyin qaytmoqchi bo'lganlarida onalari bekorcha investitsiyani aytibsan. Yo'q, qaytib kelganlar ham ular O'zbekistonga-da. Qaytib kelganlar, keyin shuni обратный biletini olib, bo'pti, kelibsan, keyin ketavergin deganda, ketkizib yuborgan. Ozgina yig'laganman, lekin o'sha paytda ota-onam men uchun eng to'g'ri qilgan qarori o'sha bo'lgan ekan, dedi-da hozir. Hikmatjon, hamma yoshlarni qiziqtiradigan bitta savol bor. Bitta muammosi bor aniqrog'i. O'qish vaqtida men ishlashim ham kerak, ota-onamga og'irligini tushirmasligim kerak deyshadi. Singapurda buning imkoniyati bormi? Xo'p, aka, misol o'zimni misol qilib keltirsam, o'zim MITda o'qiyman, Hospitality and Tourism Management yo'nalishi bo'yicha o'qiyman, advanced diploma. Bu qanday kurs? Birinchi boshida 6 oy o'qiladi, keyin 6 oydan keyin ishlanadi, qonuniy. O'qish tomonidan qonuniy ishlanadi. Singapurga o'qib ham ishlash maqsadida agar kelmoqchi bo'lsa, 6 oy uydagilar podashka qilish kerak. Shunaqa, boshida 6 oy sabr qilib podashka qilib turishlari kerak. Keyin undan keyin o'qish tomonidan beriladigan qonuniy ishga kirib, joylashib ishlasalar bo'ladi. Zo'r. Shunaqa. Mana hozir chet elda o'qisammikan, o'qimasammikan degan juda ko'p yoshlar borda, maktab tugatayotgani bor, nima qilish bilmasdan ikkilanib, adashib yurganlar borda. Nima maslahat berasiz? Endi birinchidan maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Chetga ketmoqchiman. Qaysi davlatga ketmoqchi bo'lsa, o'sha davlat haqida o'rganish kerak. Chetga ketaman dedimi, bo'ldi. Endi birinchidan iymonni mustahkam qilish kerak. Yaxshi agentство topib, nasib sekin harakatni boshlab kelish kerak. Maslahat beraman hammaga chetga kelishdi. Kelganda qanaqa bo'ladi? Xavfsizlik masalasi qanaqa? Juda ko'pchilik mana hozir dunyo notinchlikda, u yoqda bu yoqda davlat urushyapti deyshadi. Xavfsizlik darajasi qanaqa? Singapurni misol qiladigan bo'lsak, Singapur o'zi kichkina davlat, xavfsizlik o'ta yuqori misol. Hamma yerda kameralar bor. Hech kim sizni hech nimangizni o'g'irlamaydi. Misol, любой joyda qoldirib ketsangiz ham narsangizni government hammasini nazorat qilib turadi. Hozir aytganimdek, hamma yerda kamera bor. Metro deysizmi, avtobus deysizmi? Hozir mana shu yerda biz turgan joyda ham kamera borda. Ko'rinmaydigan kamera bor. Biz bilmaymiz u narsani misol. Tanlaganda. Ha, shu tomondan xavfsiz. Men ham 1-2 kun avval bir joyda sumkamni qoldirdim. Tegmaydi, hech kim tegmaydi deb aytishdi, qoldirdim. Lekin bitta xayolim bari o'shanda bo'ldi-da. Yo'q, shunaqa o'zi bo'ladi. Misol, hech kim tegmabdi. Rostdan men bir joylarga borib, uzoq joylarga borib keldim. O'sha joyda hamma narsani butun joy-joy turibdi. Biz ham shunaqa misol, bo'y joyga borsak, butun narsamizni qoldirib ketamizmi? Esdan chiqadi-yu ba'zi payt. Qaytib kelamiz, o'sha narsa yana shu yerda turgan bo'ladi. Shunaqa. Demak, xavfsizlik nuqtai nazaridan ideal davlat. Ideal davlat, xavfsizlik nuqtai nazaridan o'ta xavfsiz. Hikmatjon, mana seni yo'nalishingda ishlash mumkin ekan. Boshqa yo'nalishlarchi, IT, biznes menejment yo'nalishlaridagi bolalar qanaqa tirikchilik qiladi? Xo'p, meni yo'nalishimda ozgincha vaqtdan keyin qonuniy ishlasa bo'ladi. Hospitalityda yana bizda IT bor. ITda endi misol o'zim bilan turadigan bitta bola bor. Bitta o'qishda o'qiymiz, u IT o'qiydi. Misol u kompyuterda ish qiladi. Katta ishlar qiladi. Katta bo'lmasa ham endi yaqinda boshlagan ishi yaxshi ketyapti hozir. Kammi ko'p pulni oladi. Unga faqat shu Wi-Fi kerak, internet kerak, bitta tinch joy bilan kompyuter kerak bo'ldi. Keyin biznes bor. Endi biznes qanaqa desam bo'ladi. Singapurliklar ham misol aka, bular ham odam. Yaxshi gapirsangiz bular ham tushunadi. Sekin mana bu yerda yurib nima qilsa agar eplab ketsa bo'ladi. Yolg'on gapirmasa, birovning haqqini yemasa, misol Singapurliklar yolg'on gapirganni yomon ko'radi. Misol o'zimiz ham 2 yildan ko'proq vaqtdan beri chet elda yuribmiz. Eplab ketyapmiz-da endi. Bolalar ham misol kelib biznesga agar topshirsa agar
kelib mana yerda sekin yaxshi o'qib, misol biror odamlar bilan yaxshi Tushunishim bo'yicha eng o'qib ishlamoqchi bo'lgan yoshlarga eng zo'r variant bu hospitality va turizm ekanda. shunaqa aka. Menimcha ham eng zo'r sohalardan biri bu. Mana hozir mana shu Singapur o'zida ham shunaqa rivojlanganki, yiliga millionlab turistlar tashrif buyuradi. Shunaqa. Turizm o'zi ham zo'r, aynan mehmonxona yo'nalishi ham juda zo'r. Aynan agar O'zbekistonga qaytib ketib mabodo borib turib ishlamoqchi bo'lsa ham, mehmonxonalar hozir O'zbekistonda juda qimmat, chunki mehmonxona juda ham kam. Talab oshib boryapti. Chunki O'zbekistonda turizmni rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilyapti-da. Bu yerda o'qib, bu yerda rivojlangan eng zo'r mehmonxonalar, men o'zim turadigan mehmonxonani sharoitidan aytayapmanki, shu joydagi xizmatlarni borib turib, u yoqda mana yo'l, bu yoqda tajriba orttirib, yoqqa borib turib ishlaydigan bo'lsa, u yoqda katta mehmonxonalar jon-jon deb qabul qiladi bunaqa kadrlarni. Shunaqa. Shuning uchun universitet tanlayotganingizda, yo'nalish tanlayotganingizda kelajagini qiziqib ko'ring, qanchalik rivojlanadigan soha. Maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana har doim biz tayyormiz sizga maslahat berish uchun. Singapurga kelishingiz, Singapurga viza olishingiz, hamma jarayonlarni biz noldan to'liq kelganingizgacha biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa. Hikmatjon, ajratgan vaqtingga rahmat, rozi bo'l. Alloh rozi bo'lsin. Oladigan ilmlaringni Alloh xayrli qilsin. Har doim sizlarni o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Arzuydi. Omadinglarni bersin. Siz esa ikkilanib o'tirmasdan keling, harakat qiling, o'zingiz taqdiringiz uchun o'zingiz qaror qabul qiling va shunaqa go'zal joylarda maza qilib yashab, o'qib, tugatib shunaqa joylarda viza olib, katta tajribalar orttirib O'zbekistonga yetib, kadrlar olib yetishing.